Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlarga bugun bu joy haqida ta'rif berib o'tmoqchiman. Kelishni ham tavsiya qilib qolaman. Sababiki bahorning ilk kunlari bo'lishiga qaramasdan ichkari ham yashillikka burkanib o'tdi. Yoz bo'yapti. O'ta darajada kayfiyat ko'taradigan joy ekan. Bir marta kelib ko'ring azizlar, afsuslanmaysiz. Yo'laklarining uzunligini qarang. Nihoyatda toza va nafis. Bu yerda O'zbekistonda uchratmaydigan o'simliklar florasi mavjudligi meni juda ham lol qoldirdi. Tamaddi qilmoqchi bo'lganlar uchun esa turk taomlari ham mavjud ekan do'stlar. Va buni qarang, tilla baliqlarini qarang. Go'yoki dardingizda aytsangiz, bajarib qo'yadigan baliqlarga o'xshaydi. Men sizlarga bitta fikrimni aytsam, bu joyga kelib afsuslanmaysiz, go'yoki bir o'zga olamga tushganingizni his qilasiz. Dangal. Kirish narxi 20 ming so'm tashkil qiladi. Bir dona like bosing va shunday joylarga kelishga qiziqadigan tanishlaringizga tashab, siz ham oila a'zolaringiz bilan tashrif buyuring do'stlarim, adashmaysiz va afsuslanmaysiz. Mana qolganiga men javob. Bu joy esa